Bizdan shu qancha bo'ldi aka? Yo'q aka, blogerlarning hurmati bor, pulingiz kerak yo'q, pulni olmang. Hop, Yo'q, kelib turing aka, ijodni bosing. Rahmat aka. Do'stim, xudo beraman desa hech gap emas ekan. Qarang, omadingni. Harakat qilamiz sizga. Gap yo'q. Shuni mana sotdilarmi? Yo'q, bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qancha bo'ldi, brat? Yo'q, aka, siz vaynlaringizni ko'rib maza qilamiz. Sizdan pul olsam endi uyat bo'lar, aka. Addishi rahmat aka. Do'sti, onang nima deb duo qiladi? Meni ham duo qilsin. Men pul bermayman shunda. Yo'q, bo'ldi. Gap yo'q, faizingni bersin. Rahmat aka. Mayli, Ha? rahmat. Jo'ra sifatli shirinliklardan oldim. Sen reklama qilasan, hozir bu trenddada. Jigar buni besahri ham bor. Sahri borlar ham bemalol yesa bo'ladi. Yo'q. Aka qancha ekan bu? Sizlarga tekin aka. Akam hurmatlari bor, videolarni maza qilib ko'ramiz. Rahmat aka. Do'stim, videolarni yorib yuborasan, inshaalloh bu paxta emas. Lekin ideya qayerdan keladi, Jo'ra? Yotib qilaman. Yasha, Jo'ra, yasha. Aka, kiyimingiz qancha bo'ldi? Aka, sizlardan 2 milliondan 4 million so'm. Pul olasizmi? Ha, olaman. Bu bloger-ku, mashhur bloger bu. Qani, ochgan iching. Ha, mana. Ha, bir ikkita bachkana videolarini ko'rganman. Mayli, 20 ming so'm o'tib beraman aka. Mana bir kishiga olib qoling aka, o'zimga. O'zingga to'layapsanmi? Ey, bachkana. Sen normal ijod qilsang o'ylasanmi? Tushunmadim men senga. Boy zo'r olasan, onangdan qanaqa duo olasan deb o'tiruvding-ku? Ha, tekinga yuruvdim-da yoningga shunday deb maqtab. Sanda qalani bor-ku. Nima olyapsan sen o'zi? Ijod qanday bo'layapti? Kelmayaptimi ideya? Normal kontent olyapman. To'g'ri, normalnisini qil. Ammo 5 qo'l barobar emas. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Jo'ra nima? Hammaga yo'q. Hammaga yo'q. Yo'qsang hammaga yo'q. Sifat shirinliklar sehri.